Xullas, qadrli obunachilar, bular juda ham uyatyapti. Onasi bet qatib bezib ketgan u. Men o'zim boshda bermasam bo'lmaydi. Katta pensionerlardan boshlangan. To'g'ri gap yo'q. Mishlab o'zim boshlamoqchi. Arjumaniyani yigirma bir, yigirma ikki, yigirma uch, yigirma to'rt, yigirma besh, yigirma olti, yigirma yetti, sakkiz. Xudo xolasa joylamga olar. 33 ta. 33 ta. 33 ta. Yoting O'zimga aka. qarsaylar. Kengchi. O'zimga. Qani yana ikkinchisi. anjuman sifati ham qaranglar-da. Ya, bo'laveradi. Sifat kerak emas bizga. Bizga son kerak. 10 ta. Oh. 10 ta. Ana. 12 ta qilmasa bo'l. Ya, xudo xolasa zo'r qiladi. Elektrikani sanamadi desak. qatnashmagandan keyin kuldirmaydi. To'g'ri. Hozir bu shogirdimiz ham qattiq ekan. Men ancha turnovka qilmay qo'yganimga. Yo, jim turib oxirida jek ko'rmoqchi. Chota bu nomerani juda slabiy bolaga o'xshaydi. Shuni bir ancha qildirishim kerak edi buni. 64 ta. Nechta? 64 ta. 64 ta. Ey! Yirtivordi. 64 ta. Har bir dollarga bo'ldi. Kam следующий. Men hisobimda 65 ta bo'ladi. Har bittasini 1 dollardan hisoblab oladi. Ana bo'lyapti. Baribir $1 dollardan. Maska 600 dollar turadi o'zi. Ya ketdi. Qani? Ishlar oxirigacha borsin. Oxirigacha borsin deganda oxirigacha ko'tarilsin. Ko'rib turibsizlar akalar hozir. Juda ham qattiq. Men yutdim deb o'yladim, lekin qattiq shogirdlarim bor ekan. Qattiq shogirdim. Mana shunaqa. Sifat bo'yicha vardı. Sen boyagi sigaret chakmaganingda 65 ta bo'lardi. Bitta sigaret bitta uyingizda. Chakmagan dedim 65 ta bo'lardi. Bitta ko'rdingmi sindim. Men lekin 69 ta. Ye. 69. Kim? Следующий. Ha. Abdulla. Hozircha sizlar ikkalanglar, ha? Bu ikkalasi hozir liderlik qilyapti bu bolalar. Ha, lider svarishni ham sindirishdi bu bolalarga. Akamiz to'g'ri sifat bilan ishlayapti. Qo'yasan. Bo'lmadi. Qani? 10 ta. 13 ta versangki nechta? Bular 10 ta qildi, siz 10 dan davom ettirib ketaverasiz. ikki kishini bir kishi olib ketaveradi. Nima deydi? Sovrinlar qatnashishmi? Ay gap yo'q. Yomon saqlashga qiziqadi deydi. Ha, gap yo'q. İşte shogirdim liderlik ushlab turishibdi hozir qani. Kim nima bo'lar ekan? Va? Vaqti. Kecha 50 ga aytdim, 69 ga chiqdi Arjuman. 69 ta oldi. Yana kim qoldi? 69. Bo'ldi, hamma bo'ldi. Sizchi? Siz nima qilasiz? Nechta? 47 ta.
Hammasidan ham hozir men qilibman akalar. Shu yerda qaridim. Nima bo'ldi? Shu yerda Kim yutsa oladi. Chunki sizniki sifat jihatdan sal mito'roq bo'ldi. Sizniki sifat jihatdan yaxshi bo'ldi, lekin buni ko'proq qildi sizdan. oxirgi nimamiz Dondonzniki. Yo'q. Rozimisizlar ish qilib? Rozimisizlar? Ammo rozi bo'linglar. Ortada anaqa nima bo'lmasin, kelishmovchilik bo'lmasin. Bittada kim Xohlanglar bitta, xohlanglar 3 ta, tanlanglar o'zinglar. Vibr o'zinglardan. bittami, uchtami? Bittadami gap bo'lishi mumkin. Boshida bu shogird mana shu meniki deb yuruvdi. Haqiqatda mana. Farishtomin degan ekan, malades. Mana yutib oldi shogirdimiz. Mana qolganlar. Ruhan tayyorlanib chiqqan deydi. Ha, malades. Gap yo'q. Xullas, lider svarshida ham ezg'ilab, mijiqlab tashlashdi bu shogirdlar mahkam ekan lekin. Ammo lekin ancha bo'ladi, turnoqcha qilmay turganda ancha bo'lgan. Jala qattiq. Asrdan beri turnoqcha qilmagan. Ana tosh davridan beri turnoqcha qilmasdan mana shogirdim birinchi o'rinda olib ketdi. Malades. Oxirgi marta. Shu bo'lganda endi birinchi marta Mana shu bitta nimasini, hukini qilib olaylik. Mana shu hukini qiling.